Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi Uyg'ur tilini anglab tushunadigan, Uyg'urning o'tida kuyib suyida aqadigan barliq qarindoshlar hammanglarningki mushu vaqti va buningdan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Bashto'g'roq Istanbuldan hozir Bayrampaşa'dagi tadbir shirkatimdan sizlarga Allah'ınki cennet salamı olgan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu degan salam bilan sözümni başlayman qadirli qarindoshlar. Bugün keşte hem de Ramazan'ın 27. keçisiga qadam qo'yamiz. Qadir keçisi bo'lish ehtimolliqi yuqori deb o'ylaymiz. Nurg'un faoliyatlar bo'ladi. Men mushu munosabat bilan bugun bizning iftor bo'lmoqchi akademiyadagi qarindoshlar birga kelib iftor qilmoqchi. Akademiyaning mavjudligi va taraqqiyotning kapolati fidokorlik degan mazmunda akademiyaning yozgan bir bayonotnomasi bor. Mushuni sizlar bilan o'rtoqlashaman qadrli qarindoshlar. Quloqni qarasanglar, akademiya mavjudligi va taraqqiyotning kapolati fidokorlik, kuch-quvvat bilimdirdir, saodat ilmdindir. Bu Uyg'ur Akademiyasining torbetidan tushirib yozdirib oldim. Qarasanglar, Uyg'ur Akademiyasi degan logo, uning sol tarafida kuch-quvvat bilimdir, saodat ilmdandir, kuch-quvvat bilimdandir, saodat ilmdandir degan bizningki shuarimiz qadrli qarindoshlar. Ya'ni bilim kuch-quvvat ega qiladigan odamni qudrat qiladigan narsa, saodat, yani ilm bo'lsa saodatni qo'lga keltirish uchun, ikki dunyolik baxtni qo'lga keltirish uchun keraklik narsa. Yani ilm balkim bilimni nega ishitish, qanday to'g'ri yo'lga ishitishninki bilimi hisoblanadi desakmi bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, o to'g'rilik ikkisining o'rtasidagi farqlarni sizlar material ko'rib texmo aniqlab olsanglar bo'ladi jinim do'stlarim. Akademiya mavjudligi va taraqqiyotning kapolati fidokorlik. Bu 15 iyul e'lon qilingan maqola ekan. 15 iyun, yani 6 ayning 15 kuni. Bunu mushu Uyg'ur Akademiyasiga qarindoshlar birlikda o'ylashib yurib, mushunday bir maqolani yozib bayonot e'lon qilishni to'g'ri topganligimiz uchun bu bizning torbetimizda. Hozir men sizlarga buni bir qator o'qib o'taman jinim do'stlarim. Assalomu alaykum hurmatli Uyg'ur qarindoshimiz. Ramazon kunlaringiz ko'ngillik o'tgay. Janobi Alloh tutgan ro'zingizni, qilgan boshqa ibodatingizni salih amallar qatorida qabul qilgay. Sizga mu ayon bo'lganidek, Uyg'ur Akademiyasi 2009-yili qurilgan 8 yildan beri imkoniyatning yetishcha Uyg'ur ziyolilarining o'zaro hamkorligini amalga oshirishiga turtki bo'lish, Uyg'ur milliy ro'yini uyg'otib, Uyg'ur milliy kimligini qo'g'dash uchun tirishchanlik ko'rsatib kelyapti. Buning masalda tavfiq o'qish mukofoti turi ta'sis qilib, Uyg'urlar ehtiyojli muhim sohalarda ixtisosli xodimlarning yetishib chiqish uchun aktiv xizmat qilyapti. Tuvanda akademiyaning bu 8 yildan beri o'z mavjudligini saqlab, faoliyatlarining texmi yaxshi va jonliq elib berilishiga kapolat qilgan ikki omilni sizga tunishtirib o'tmoqchiman. Birinchi, akademiyadagi fikr erkinligi va demokratik saylam. Akademiya hay'at a'zolari fikrda erkin bo'lib, qarindishining ko'nglini ayash bilan birga bir-biriga samimiy va adil bo'lishni o'ziga prinsip qilib keldi. Fikir o'xshamasligi sababin ixtilof ko'rilganda birga o'ltirib masalani samimiy va adil hal qiladi. Her 3 yılda bir qatim bo'ladigan saylamda samimiyetlik bilan yepiq ovoz berish usuli orqali demokratik saylam qilib tashkiliy hay'atlarini saylab keldi. İkincisi, akademiya a'zolaridagi fidokorlik
ve davamlıq bedel tüleş ruhim. Akademiye heyet azaları akademiden bir timo maaş almaydı. Aksice her bir azalık bedel pulu tavşurdu. Azalardan mukum işlevatkanlar ayda 50 liradan yılda 600 lira, kirimi anca mukum boğmağanlar ayda 30 liradan yılda 360 lira, aile kurmağan okuğucu azalar ayda 20 liradan yılda 120 lira bedel pulu tavşurdu. Uyghur Akademisi 8 yıldan beri azalarının bedel pulu bilen öz mevcutluğunu saklap kelmekte kadirli kırındaşlar. Yani iki xil mevcutluğumuzdaki iki mühim sebepni sizlerge bir kata okup öttük. Mesela öz vaxtida ben bir şirkette işlevatkan vaxtımda iqtisadım uçaqda yaxşı ettim. 200 lira ayda aşında bir kelgende yeni kurulgan vaxtlarda keyin hamda astasda özümüzün iqtisadi ahvalimizni qarata bir elediğimizni berip kılıbatımız kadirli kırındaşlar. Men şunun oxşaş pidakarlık kılışqa toğru keldim. Men bunu başqalarga şu vaxt öz vaqtida qilgan chaqdima örnek buluş, teşvik qilish, yordam qildiganlarning ko'payishini nazarda tutib aşında qilgan kadirli kırındaşlar. Uyghur Akademisi maliye ahvali ve hal qilish yo'llari. Uyghur Akademisining ishxona ijaresi ve beji aylık 1500 lira. İşxananın su, tok, gaz, telefon ve tor çıkımları otur hesap bilen aylık 200 lira etrafıda bulup, akademinin 3 nefer azası her ayda tapşırılan yıllık bedel pulu bilen tülünüp kelmekte. Azalarının yıllık bedel pulunu yığış hakikaten müşkül bir iş bulup, bu teşkilat kurup bedel pulu yığıp bak bunu, teşkilat kurup bedel pulu yığıp bakalla obdan bildim. Uyghur Akademisi her yılı üzüldürme ilip berbatkan Uyghur pen tədqiqatı, edip ve mutaxassislar uçuruşuğa her qetimde tahminen 10.000 lira. Uyghur ana til günü hatırlaş faaliyeti bilen Uyghur magister ve doktor okuğuçular ilmi muhakim yığınığa her qetimde tahminen 3.000 lira. Ve Uyghur mütefekkirlerini hatırlaş ilmi muhakimi yığınığa her qetimde tahminen 2500 lira çıkım ketadigan bulup, bu faaliyetler muhaciretteki marifetperver Uygurlar ve Türkiye'deki idare organ ve ictimai teşkilatlarının yardımı bilen ötküzülüp kelmekte kadirli kırındaşlar. Uyghur Akademisi Uygurlar ihtiyaclık mühim sahalerde ihtisaslı xadimlarını yetip çıkış üçün tavpuk okuş mükafat tasdiqlan bulup, bu türge Amerika, Avrupa, Orta Asya ve Suudi Arabistan'daki marifetperver Uyghur kırındaşlarının tirişçalığı bilen 2014 ve 2015 yılları her yılı tahminen 27.000 lira. 2016-2017 okuş yılı üçün 47.400 lira ajırtılıp, məxsus öz xıracıtı bilen Türkiye'de doktorluk ve baklavurlukta okuvatkan Uyghur okuçularga tarqıtıp birildi. Bunun da toluk kurs okuçularga 300 lira, magister okuçularga 350 lira, doktor okuçularga 400 lira mükafat birildi. Yığılgan tavpuk okuş mükafatı yardım sommisi Uyghur okuçularga tarqıtılganның sırtıda başka faaliyetlerge hergiz işletilmedi canım dostlar. Tavpuk okuş mükafatı türü boyunca 2014, 2015, 2016 yıllarda okuş neticesi alaydı yaxşı, ama okuş yardım puluğa ihtiyaclık bolgan 2 baklavur, 17 magister ve 9 doktor okuğucu bulup, cem'i 28 Uyghur okuğucuğa tavpuk okuş mükafatı birildi. Uyghur Akademisi heyet azalarının hemmisinin digüdek öz hizmeti bar bulup, işten sırt vaqt çıkarıp akademiya üçün halis işleydiğen boğaçqa, akademiyada olturup hizmet kılıdığan bir hizmetçinin maaşını berişte akademinin maddi imkanı yer vermevatıdır.
İşxanada məxsus işləydigan adam bolmaganlığı səbəbindən akademiya işxanası normal xizmət vaxtlarında taqılıb qaldı. Bu səbəbdən Uyghur oquvchi işləri, yeni kelgan Uyg'urlar uchun türkçe kurs, Türkiyədə tug'ilib cho'ng bo'lgan Uyg'ur o'smirlar uchun ana til va inglizcha kurs va yeni kelgan Uyg'urlarning ishlarini bijirish va ularni foydali uchurlar bilan ta'minlash, eng muhimi Uyg'ur tadqiqot markazini qurib chiqish qatorliq muhim ishlarda Uyg'ur akademiyasi ojizlik qilyotdi. Yig'inchoqlaganda Uyghur Akademiyasida muqim xizmat qiladigan bir xodimning maoshi bilan ishxona ijarasining tal-tukus hal bo'lishi akademiya xizmatlarining texmi unumli bo'lishi uchun favqulodda muhim bo'lmoqda. Ata-bobolarimiz tama ko'l bo'lur debdikan. Akademiya a'zolari o'zlariga tushgan vazifani qurbatining yetishicha ado qilmoqda. Siz hukumuşluq bir ziyali ve menipetver bir Uyghur buluş süpütünüz bilen az bolsumu Uyghur Akademiyasini devamlı iktisadi cihetten kollap tursunuz. Akademiya işleri texmo ronak tapkusu. Uyghur Akademiyasiga maddi ve manevi yardım kılganlıkınız o'xshashla millet ve vatan üçün kuch chiqarganliginizdir. Bergen yardımınız siz oshkorlamaguncha qat'iy maxfiy tutiladi. Yardımınızı ayımagaysiz. Hürmet bilen Uyghur Akademiyasi daimi hay'at komiteti. Türkiye İş Bankası'nınki IBAN numara, ondan başka PayPal hesabını ilan qildik qadarli qarindoshlar. Türkiye'de hazırcha PayPal işlemeydiken, lekin hesabımızga bir vasıta dolar hesabı, Türk lirası hesaplarımızda torbetimizin tapalayısıyla aşağıya yardım kısanlan bulundum. Ben bir canlıq bir örnekni sizlarga aytib o'tay qadarli qarindoshlar. Avustraliyada mening bir doktor og'inam botdi. İsmini oshkorlamayman. Bu qarindosh bir yilni yaxshi ishlab, doktorlik o'qishini bitirib, ishlab, undan keyin biraz yani nima bagidek zakat bagidek holatga kelibdikan. Qarindoshimiz zakatini bizga ivatdi. Yani dedi ki eğer bunun hemmesini sen işletsen mi, sen bildiğin işler işletsen mi buludun. Eğer halasan akademikün biraz belsen mi meyli, ama ehvanı sen bilirse üzen bu işlerini kıpayın dedi. Ben qarindoshning ki pulusi kelgandan keyin bugün 1300 lira pulni aş qarindoshimizning nomiga 1100 lira qalgan kamlab qalgan bir aylık bedeli akademininki 1300 lira, yani nimesi kirası. Şu 1300 liraga 200 liranı ben qarindoshimdan biriga 100 liranı qo'shib 1300 lira qilib, qarindoshimizning ismi de akademinin bir aylık kirası deb o pulni tülvettim, banka Kuveyt Türk Bankasıga yatqizdim qadarli qarindoshlar. Muşunun o'xshash dünyanın her qaysi joylarida necha yil yaxshi ishlab atgan nurg'un adamlarimiz bor, ziyolilarimiz bor. Faoliyatlarimizni ko'ryapti, ba'zilari kelib qatnashdi, ba'zilari nurg'un yaxshilarni qilyapti, ular ko'z yummaymiz. Ama Uyghur Akademiyasi bu Uyghur ziyolilarninki, yani Uyghur akademiklarning, yani ziyoli degan chaqda, yani biz nima uchun Uyghur ziyolilar jamiyati deb qo'miliq degan vaqtda, o'z vaqtida biz akademiyani qurgan vaqtimizda 2009-yili 9-oyning 9-kuni 9 yigit qurdik. Şu vaqtda agar ziyoli deb qolsak, bu yerda diniy nim bilan bunda ziddiyati bor bir xil ahvol burilgan jamiyatimizda mavjud emas. Shu bu ziyoli qilgan ishi xiyoli yoki bo'lmasa ziyolilar dindan yiroq deydigan manda bir ahvollar bek ko'p. Shunlashqa buni biz xotim berish uchun Uyg'ur akademiklar jamiyati deb qurdik, nomini ashundoq atadik. Qalpoq biroz cho'ng. Shundan bo'lsa biz jamiyatimizda mayli diniy jihatdan yoki bo'lmasa boshqa nima jihatlardan bo'lsin, yetishgan akademiklarninki bir yerga kelib bir harakat qilishi, xalqimiz uchun biraz o'zininki ilmining zakatini berishini shu bir sahna hozirlash niyatida qurib chiqqan bir jamiyat.
Qadirli qarindoshlar. Nima ishlarni qilganligimizni, nima ishlarni qilmaydiganligimizni 8 yilning yanqisi nurg'un kishilar bildi. Bizning sepimizga kirganlar, kirib chiqib qolganlar, yoki uzoq turib turganlar, yoki atrofda balkim qarab turgan nurg'un odamlar bo'lishi mumkin. Biz bu ishni chavimizdan yetishcha qilib kelyapmiz. O'qidim. Facebook buni 124 qatim o'qilibdi hozirgacha. Başka yerlerde paylaşkanlar, mesela Facebook'ta paylaşkanlar 33 qatim paylaşıptı mesela çok. Ama bu işlağa iktisadi yardım kitiyordu qadirli qarindoshlar. Men aşu qarindoshimizning zakitini 1300 lira qilib, onu biz akademinin bir aylık kirasını to'laydiganga hisobga yotqizgan bo'lsak, başka yana nurg'un qarindoshlar bor jamiyatda, atrofda, Yevropada, Asiyanın taraqqiy qilgan davlatlarida yoki boshqa Amerikada ishlayotgan degandek. Şuna sizmi agar xohlasangiz akademiyaning bir oyligiga mening ismimni chiqaring yoki chiqamang desangiz, o mayli. Akademiyaning bir oylik men kirasini yoki bo'lmasa bir oylik odamning ishlaydigan maoshini men to'layman desangiz, maosh bilan kirani qo'shsangiz $1000 qadarli qarindoshim, bir oylik. Eğer kiranılam öteymen desiniz 1300 lira kirası şu, başkalarından 1500 lira, yani $500 qadirli qarindoshim. Şonlaşqanı bu cihati yardım qilaman desiniz, men 2 aylık yoki 1 aylık yoki bo'lmasa yeni bir qarindoshim bilan birleşip 1 aylık akademiyaniki iqtisodiy chiqimini men ko'taray deydigan yigit o'ttirg'i chiqsa, qadirli qarindoshlar, yoki yangilarimiz, qizlar, ağaçlarımız, kim bo'lsin yigitlik qiladigan odamlar o'rtaga chiqsa, inshaalloh qarshi olamiz. Mendan buni yetkazib qo'yish, sizlarga deb qo'yish katta qadirli qarindoshlar. Agar bu videoni xohlasanglar, agar haqiqatan akademiyaningki atrofida biz turayli, bazı qilmish qilgan xizmatlarga biz shahid, buningki ishlardimi bizning tuzumuz bo'lsin, tapqini gul keltirar, tapamag'ini bir bosh pishaz deydigan niyatinglar bo'lsa, qadirli qarindoshlar, bu video 20 minutlik bir video bo'ladi inshaalloh. Buni paylaşıp o'zingni bilgan qarindoshlarga paylaşsanglar, Uyg'ur akademiyasining tor betiga kirib qiladigan yordamini yoki bo'lmasa bir vosita telefon bilan yoki Facebook bilan yoki mushu yo'llanmaninki mushu Uyg'ur akademiyasi to'g'riliq so'zlangan bunu bayonotning ostiga bir narsalar yozib men yordam qilay desanglar, nayt xo'sh bo'lamiz. Aqimizda bizningki xalqimiz barkan, aqimizda ziyonlarimiz barkan, aqimizda bizga yordam qiladigan erkak qarindoshlarimiz, yigit qiladigan nurg'unlagan ochi singillarimiz barkan deb bilsak, nayt xo'sh bo'lamiz qadirli qarindoshlar. Agar qilmasanglar, onunga biz hech qanday ranjishimiz yo'q. Bunu paylaşıp qo'yinglar, balkim qig'isi va odamlarning qo'liga yetib qolsa, bu so'zlarimiz bizga yordam qilishi mumkin. Endi kishi o'ltirib duo qiliblam ishni bitkizgili bo'lmaydi qadirli qarindoshlar. Alloh subhanahu taolo bizga iymon etgan va solih amallarni qilgan deb diğerleri cennet va'da qiliqliq. Shunlash qadirli qarindoshlar, solih amallaringlarni her zaman kutimiz. Bəsənlər, bu bəgininglər Allah'ın nəzlində silinin bo'ladi. Qadirli qarindoshlar, qiyomatda sizlar cho'qim uni hassalab topsizlar, chunki Alloh subhanahu taolo qilgan amallaringlarning eng nochisi bilan sizlarni, bizlarni mukofotlaydi. Vaqti va vaqtidan chiqiriqliq, zihni va zihnidan, aqli va aqlidan, bilimidan, puli va pulidan chiqiriqliq qadirli qarindoshlar. Pul bekle tatlı bir narsa, lekin pul bo'lmasa ba'zi ishlarni qilib olmaydi. Pul bulapmı nurg'un ishni qilolmayotgan qarindoshlarimiz bor, ahvollar bor. Qadirli qarindoshlar, birlashgan davlatlarda kuchli bo'lgan, birlashgan qalb bo'lish uchun Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi
ve bereketi İstanbul'daki kardeşinle Abdülaziz Beştoğrak'tan sizlerge Allah'ın güzel selamı bilen Allah'a emanet kılımız. Uygur Akademisi barlık kırındaşlarının ki Ramazan kilvatkan Ramazan heyetini mübarekleydi. Tutkan ruzanla inşallah salih emellerinle bulup cennette silahını tapkay. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu. Hem meylendik ki Ramazan bayramıga inşallah Kadir keçisiga mübarek bolsun. Kadrinla silahının tallışınladır kadirli kırındaşlar. Biz yüzümüzün süpütünü kançak yukarı küteysek bizning kadrimiz, kadru kıymetimiz şunca güzel buludu. Allah subhanahu taala bizge kadrimizni texim süpet kılıdığan yol haritası olan Kur'an-ı Kerim'ni nazil kılış arkalık bir-birimizge yaxşılık kılışqa, yamanlıktan tosuşqa davet kılıp kiliglik. Hatta birinci ayeti oku degen bilen başlagılık Uygur Akademisi okuş üçün ve okuyduğallarını okutuş üçün ortada kaderli kırındaşlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.